Bunday mazali simitli pide haqida eshitgan bo'lsangiz, endi uy sharoitida o'zingiz ham tayyorlab ko'ra olasiz. Unda boshladik. Birinchi bo'lib yumshoqqina oshirma xamir tayyorlab olamiz. Iliq sut, iliq suv, tuz, shakar, drojani qo'shib, smaylo sariyog'lardan eritib qo'shib olamiz. Unni elakdan o'tkazib qo'shib yumshoq xamir tayyorlaymiz va oshirishga 1 soatga olib qo'yamiz. Xuddi turk simitidek uzum siropi va suvni aralashtirib sirop tayyorlab olamiz. Kunjutlarni albatta qovurib olamiz. Xamirni teng 4 qismga bo'lib olamiz. Tinib olgan xamirlarimizni uzunchoq shaklda yoyib olamiz va eriydigan yaxshi sirdan qirg'ichdan chiqarib solib, chetlarini yaxshilab yopishtirib olamiz. Oldin siropga, so'ng qovurilgan kunjutga botirib olamiz. Simitli pidelarimizni listga terib olib, ehtiyotkorlik bilan o'tkir pichoqda o'rtasidan kesib olamiz. Xohishga ko'ra nachinkalarni xohlagan go'sht mahsulotlaringizdan ham qilishingiz mumkin. 20 daqiqa 200 darajada pishirib olamiz.